Belini tort. Oyog'ini ushla. Buni qo'yib yuboringlar. Qo'y bor dedim senga. Lady, qo'rqmang. Ular qochib ketishdi. Covington Cross. Prodyuser Joel Sarnow. Ssenariy muallifi Beverly Bridges. Rejissyor Joe Napolitano. Bastakor Carl Davis. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Ra'no Yarasheva, Zuhra Ashurova, G'aybulla Hojiyev, Hojakbar Komilov, Elyor Nosirov, Farziddin Fayosov va boshqalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, muharrirlar Munira Asadullayeva, Burxon Umarov, tarjimon Nilufar Alixonova. 6-qism. Nega oraga tushdingiz? Chunki yordamga muhtoj edingiz. Ha, rahmat. Bu yerlarda bir o'zingiz yurmang. Buni eslab qolaman. Men Lukas. Sizchi? Covington Crossdan Eleanor Gray. Bu taqdir belgisi Eleanor. Kecha men temirchi shogird edim. Bugun esa bilasizmi, orzuyim tomon qadam qo'ydim. Orzungiz nima edi? Ritsar bo'lish albatta. Ritsar. Qishda betoblikdan biroz ozdim. Hozir esa o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Juda yaxshi. Siz bilan tanishganimdan xursandman, Sir Lukas. Yaxshi qoling. Bir nima demoqchimisiz? Ha, albatta. Bilasizmi, menimcha ular sizni o'ldirmoqchi edi. Qilgan ishlariga qaraganda sira ham o'xshamaydi. Juda soz. Yo'q. Ular sizni o'g'irlamoqchi edi. Esizni yeyapsiz. Bunday demang. Bu muhim. Men uchun qishloqdan akalarimni olib kelish muhimroq. Ular kutib qolishdi. Yaxshi qoling, Lukas. Olg'a. Demak, chizma tayyor. Bu tomizga ma'qul kelsa kerak. Qayta qurish ko'p mehnat talab qilmaydi, xonim. U menga ishonib, bu ishni butunlay topshirib qo'ydi. Lekin uni bir narsa tashvishga solyapti. Ayollar o'zi doimo kechikib kelishadi. Faqat Eleanor emas. Ha, u ajoyibsiz. Sen ayollar tilini juda yaxshi tushunasan. To'g'ri. Lekin shunisi qiziqki, erkaklar ularning sodda hiyla-naranglariga osongina uchadilar. To'g'rimi, Cedric? Ha? Milady? Qanday yoqimtoy. Sibil, bu yoqqa qara. Haligacha bunday chiroyli erkakni uchratganimiz yo'q. To'g'rimi? Ha, shunday. Juda kuchli bo'lsangiz kerak. Xuddi shunday. Sandiqlarimizni tushirishga yordamlashasizmi? Jonim bilan. Cedric Gray xizmatingizda. Cedric? Cedric Graymisiz? Dovrug'im sizlarga ham yetib boribdi. Demak, qasrimga taalluqli gaplardan ham xabaringiz bor. Sizni qasringiz? Covington Cross.
Qasringizni ko'rishni xohlardim. Rostdanmi? Unda bu go'zal xonimning ismi nima ekan? Richard? Ko'zlarimga ishonmayapman. Sizlar tanishmisizlar? Sedrik qasr haqida gapirayotgandi. Shundaymi? Unda sizga uni tezda ko'rsatish lozim. Yaxshi. Juda soz. Sizga yoqdimi? Albatta. Xonalar yana ham yorug' bo'ladi. Bu ishga o'zing rahbarlik qilasan. Xizmatingizga tayyorman, milord. Juda yaxshi. Rahmat. Avvalo bu devorni olib tashlaymiz. Albatta. Devorni? Ha? Yoki qarshimisiz? Yo'q. Menimcha devorni buzishga hojat yo'q. Bu Annaning xonasi. Ha, bu uni xonasi. Bilaman. Ma'zur tutasiz. Rahmat. Menga ishoning. Shunday qilinsa yaxshi bo'ladi. Uni barcha buyumlari o'sha yerda. Ularni avaylab olib chiqish mumkin. Tomas, axir uning xonasi 8 yildan beri bo'sh-ku. Shunday emasmi? Gap unda emas. Gap shundaki, siz hissiyotingizni boshqara olmayapsiz. Balki loyihani o'zgartirarmiz. Siz Annani tirilib shu eshikdan kirib keladi deb o'ylayapsiz shekilli. Shundaymi? Tomas, Yo, Tangrim. sizni ko'rganimdan shunday xursandmanki. Bu xonimni kim ekanligini menga kim ayta oladi? Xolang Brittany. Onangni singlisi. Xolam? 16 yil o'sha g'aribona orolda xuddi yolg'iz yashagandekman. Erim ko'pincha safarda bo'lardi. Albatta, shunday yosh chiroyli yigitlar bo'lganda sirayam zerikmasdim. Brittany, rejalaringiz qanday? Qayerda yashamoqchisiz? Bilmadim, lekin saroyda yashamoqchiman. U yer yaxshi, Tomas. Covington Cross undan ham yaxshi. Haqiqatdan ham. Rost. Yaqinda Lord Hazelmernikida hosil bayrami bo'ladi. Ajoyib bayram. Qola qol. Lekin barcha yuklarimni Londonga jo'natdim. Xavotirlanmang, onamning ko'ylaklari bor. Ha, juda yaxshi. Unda o'ylab ko'rishga ham hojat yo'q. Juda soz. Xonimning xonasini tayyorlang. Elinor, gul terib kelasanmi? Albatta. Tildan, sharob. Tomas, hosil yaxshi bo'ldimi? Ha, juda yaxshi. Bayramda qolishingdan juda xursandman. Ishonamanki senga ma'qul bo'ladi. Ko'rasan. Qani bu yoqqa chiq. Bu menman. Lukas, Shu yerdan o'tib ketayotgandim. tez-tez o'tib turadigan bo'lib qolding. Birortasi xafa qilmasin deyman-da. Lukas, xavotir olma. Meni 3 ta akam bor. Yordamim tegmaydi deb o'ylaysanmi? Unday emas. Elinor, men ritsar bo'laman. Albatta, kechirasan u. Faqat mening ritsarim bo'la olmaysan. Lukas, seni bexosdan o'ldirib qo'yishim mumkin. Ammo Bo'ldi. Hazillashayotganim yo'q. Xayr. mayli. Alvido, Elinor Grey. Meni boshqa ko'rmaysan. Annada ajoyib buyumlar ko'p ekan. Qara qanday chiroyli ko'ylak. Londonga jo'natilgan buyumlaringiz orasida bunaqalar yo'q edi. Nega yolg'on gapirdingiz, xonim?
Bir tiyinim ham yo'qligini Tomas bilmasligi kerak. Bu-chi? Xo'sh, qalay? Yaxshisini tanlay olmayapman. Ularni ko'rib ko'zlaringiz o'ynab ketdi-ya, xonim. Bilasizmi nima? Eshitishni ham xohlamayman. Men Britaniyani to'yidan keyin hech ko'rmadim. Annaga ham, menga ham uni tanlagan kishi yoqmasdi. Lekin men uni hech qachon unutmadim. Ular Anna bilan juda inoq edilar. Bir nojo'ya ish qilib qo'ydimmi? Tashvishlamang, hech qisi yo'q. Bilmadim. Haligi men bilmasdim. Bexosdan yarasini yangilab qo'ydingiz. Uni haligacha unuta olgani yo'q. Xafa bo'lmang, hammasi joyida bo'ladi. Endi men nima qilay? O'tiring, hozir keladi. Mana keldim. Mana shunday. Shunday. Men bu yerda o'zimni yaxshi, ham g'amgin his qilyapman. Opamni yo'qligi yuragimni siqyapti. Lekin sizlarni ko'rsam, yengil tortyapman. Bu qasrimizni bir qismi xolos. Ertaga qolganini ko'rsatamiz. Kechirasizlar. Men chizmalar ustida bosh qotirishim kerak edi. Ha, shunday qilib bo'lmasa bu katta uyda adashib qolaman. Kechirasiz, Lady Brittany. Beva qolganingizga ancha bo'ldimi? 8 hafta bo'ldi. Qoyilman, o'zingizni hech yo'qotmabsiz. Sizga shunday tuyulyapti. Yurakda esa motam tutmay to'g'ri qilibsiz. Bu eskidan qolgan rusum. Marhum erim o'limi oldidan men o'lgandan keyin motam tutma deb vasiyat qiluvdi. Shubhasiz. Menimcha yotadigan vaqt bo'ldi. Bora qolay. Xayrli tun. Xayrli tun. Tomas. Men ham juda charchadim. Qachonlardir onam menga marvarid sevishganlarni umrbod birlashtiradi deb aytgan edilar. Lekin otam ularga marvarid sovg'a qilmaganlar. Agar Annani marvarid taqib yurganini bilganlarida, albatta xursand bo'lgan bo'lardilar. Sen taqala qolsin. Ololmayman. Olsang xursand bo'laman. Senga yarashdi. Iltimos. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Buni umrbod ko'z qorachig'idek asrayman. Eleanor qo'limni yarador qildi deysanmi? Ikkalayni ham kuching yetmadimi? Yaxshi emas. Yana tavakkal qilamizmi? Five.
Men o'g'limni o'limi uchun Ser Tomasdan qasos olishga 1 yil kutdim. Endi hech narsadan qaytmayman. O'chimni olishim shart. Uni o'ldirib qo'ya qolsak-chi? Unda huzur qila olmayman, Tilden. Dushmanni yarador qilib, qo'yib yuborish kerak. Shunda u ko'proq azob chekadi. Eleanor g'oyib bo'lsa, Ser Tomas uni qidira boshlaydi. Shunda men unga sevimli qizini qayerdan topishi mumkinligini ishora qilaman. Ana hangoma-yu, mana hangoma. Bu juda qiziqarli. To'g'rimi? Uni qachon olib kelaylik? U juda ziyrak. Hamda uni hozir qandaydir bir ahmoq qo'riqlayapti. Juda qiyin ish. Biz uni yolg'iz qolishini poylaymiz. Buni hech kim, hech qachon bilmasligi kerak. Tushunarlimi? Lord Hazelmerning hosil bayramida. Atrof naqadar go'zal. Men opangni bu yerga otang bilan kelganida uchratgandim. Va tasodifan tanishib qoldim. Men unda yoshgina yigitcha edim. Juda qo'pol ko'rinardi. Qo'pol bo'lganingga hech ham ishongim kelmaydi. Anna mendan bog'ni ko'rsatishni iltimos qildi. Biz to yarim tungacha bog'da sayr qildik. Shunda Bir-birlaringizni sevib qoldilaring. ha, Tomas, men juda yomon ayolman. nega? Nima bo'ldi? Sen menga shunday mehribonsanki, vijdonim qiynalib ketyapti. Brittany, yig'lama, nima bo'ldi? Buni taqa olmayman. Chunki loyiq emasman. Erimdan menga katta meros qoldi deb seni aldagan edim. Aslida bir chaqam ham yo'q. Shuni o'zimi? Nima, bu kammi? Mendan xafa bo'lmadingmi? Aslo. Kambag'allik ayb emas. Sen oilamizni a'zosisan. Qo'y, yig'lama. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmay qoldim. Avvalo marvarini taqib ol. Anna to'g'ri aytgan ekan. Sen dunyodagi eng yaxshi odamsan. Ko'rganimni aytyapman. Juda oshirib yuryapsan. Buni senga aloqasi yo'q. Uni bizga ona bo'lishni xohlaysanmi? Kelishi bilanoq otamizga surkaldi. Onamizni ko'ylaklarini, qimmatbaho taqinchoqlarini o'ziniki qilib oldi. Menga hech yoqmayapti. Nega sen hamma narsaga boshqacha ko'z bilan qaraysan? Unga otam emas, uni yer mulki yoqadi. Unda buni borib otamga ayt. Aytaman ham. Ha, otam hammasini tushunib, seni aytganingni qiladi. Bo'lmasamchi? O'limga tayyorlan. Tiriklayin, taslim bo'lmayman. To'xtanglar! To'xtanglar! Yo'q. Uni hech kim xafa qilgani yo'q. Nahotki? Mayli bo'lmasa. Bular meni akalarim. O'zim turaman. Lukas. Bilaman. Sen meni yoqtirmaysan. Sovutni qayerdan topding? Oshxonadanmi?
qanday ajoyib kun, Tomas. Naqadar go'zal. Ha, to'g'ri. Bir paytlar biz Anna bilan Arlington daraxtigacha qayiqda poyga o'ynardik. Ho, ana u yerda. Sen yutarmiding? Albatta. Anna har tong qayiqda sayr qilishni yoqtirardi. Agar u yonimda bo'lsa, har qanday raqibni ortda qoldirardim. Xonim, Biroz kutaylik. U hozir kelib qoladi. Ser Tomas qayiqda sayr qilyaptilar. O'ylaymanki, hali beri kelmaydilar. Biz ko'pincha shu yerda uchrashardik. Nima bilan shug'ullanardinglar? Bizmi suhbatlashardik. Nimalar haqida? Har narsa. Menimcha bunday yoki bunday. Yo'q. Mana bunday. Nima qilyapsizlar? Shoshilma, Tilden. Bosh soqchini hurmat qilish kerak. Bizga arzimagan yordaming kerak. Ishonamanki, bizga yordam berasan. Nima istaysiz? Har yili lordingiz tashkil qiladigan hosil bayrami menga juda yoqadi. Ha, ajoyib tantana. Lekin bayramda soqchilarni ko'p bo'lishi ko'ngilni xira qiladi. Hech aqlim bovar qilmaydi. Bayramni kim ham buzishi mumkin, ha? Men Lord Hazelmerni hamda mehmonlarni himoya qilish uchun qasam ichganman. Bu qasaming uchun yaxshi narx. Agar olsang, albatta xursand bo'lamiz. Olmasang, ketamiz. O'ylab ko'r. Ha? Elizabeth? Tomas, kecha nega kelmadingiz? Britaniyaga chor atrofni ko'rsatib, vaqtni qanday o'tganini bilmay qolibman. Meni kechir. Sizga xalaqit beryapman shekilli. Hechimda. Nimalar deyapsan? Nima, meni sevmaysizmi? O'rtamizda hech narsa o'zgargani yo'q. Aqldan oz, deymi? Bu pistirmaydi. Hech o'xshamaydi-ku.
Buni o'zim ham bilaman. Menga senga o'xshagan ustoz kerak. Meni Elinor oldida haqorat qilding, kamsitding. Bu ritsarlarga xos ishmi, Armos? Ritsarlar odamlarga yordam berish kerak. Qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Men xuddi ritsarlardek dovyurakman. Ammo haqiqiy ritsar bo'la olishim uchun menga ustoz kerak. Iltimos, menga ustozlik qil. Yo'q dema. Iltimos. Otga min. Mahkam ushla. Olg'a. Erkaklar juda qiziqda. Nega ular yoshlarga elakishadilar? Buni foydasi yo'q-ku. Agar ayolning ishonchini qozona olishmasa, barcha harakatlari befoyda. To'g'ri aytasan, Elinor. Erkaksiz dunyoni bir tasavvur qilib ko'r. Juda ajoyib bo'lardi. Qirg'inbarot janglar, zerikarli suhbatlar bo'lmasligi aniq-u, lekin binolarni qurish qiyin bo'lardi. Otlarni o'rgatisham, hayvonlarni so'yisham. Faqat sabzavotlar yeyilardi. Hamma imtiyoz o'zimizda bo'lardi. Bizga muruvvat ko'rsating deb hech kimga yalinmas edik. Ammo eng yaxshi xotiralarim, muhabbatim ular bilan bog'liq. Menimcha, buning oxiri yo'q. Oxiri bor. Sibyl, qayerdasan? Ha, Elizabet. Yaxshimisiz? Sizga hech ham havasim kelmaydi. Qaysi ma'noda? Hali ham tushunmadingizmi? U sizni emas, Annani sevadi. Uning lablari hatto ehtiroslarga berilgan damda ham sizni emas, Annani ismini takrorlaydi. Behudaga urinyapsiz, xonim. Nahotki bilmagan ekanman. Buni o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Britaniya sizga eramas. Boshpana kerak. Yetarlimi? Yo'q. Esda tut. Seni qudrating zaifligingda, meni zaifligim qudratimda. Men gavdaliman.
va qattiq zarba berishim mumkin. Shu joyim hamisha ochiq bo'ladi. Bir zarba bilan yiqitishing mumkin. Yana bir marta. Yaxshi tushunmabsan. Meni zaifligim past bo'yligimda. Demak, pastroq joyga urishim kerak ekan. Ota. Xolam haqida gaplashib olishimiz kerak. Unga nima qilibdi? Onamni ko'ylagini berdingiz. To'g'ri. Marvaridini ham. Nima bo'pti? Axir ularni onamni sevganligingiz uchun olib bergandingiz. Bas qil. U onamga o'xshaganligi uchun sovg'a qildingizmi? Mehr, shafqat, marhamat degan so'zlarni unutib qo'yibsan. Bu haqda senga rohib so'zlab bersin. Men charchadim. U sizni sevmaydi. Hoziroq rohibga bor. Elizabeth? Nima gap? Qayoqqa? Ketyapman. Nega? Tomas, men ko'p narsaga chidashim mumkin, lekin meni xo'rlay olmaysiz. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Elizabeth. Bugun qadrdonlarimdan birini xafa qilib qo'ydim. Meni aqlim qayerda edi? Nega unday qildim? Avliyo ota, maslahat bering. Endi nima qilaman? Ko'p ham kuyunavermang, Ser Tomas. O'tgan ishga salovat. Tushunaman, bu juda og'ir masala. Meni ham boshim qotib qoldi. Nima deyishga ham hayronman. Bunaqa ko'ngilsizliklar hayotda juda ko'p uchraydi. Muhimi to'g'ri tushunib, to'g'ri hal qilishda. Ser Tomas, qalbingizga quloq soling. U albatta sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Har dardning davosi vaqt deganlaridek, vaqt o'tishi bilan ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Mana ko'rasiz, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nima gap? Nima bo'ldi? Endi tayyorsan. Nima? Men endi ritsarmanmi? Senga mana buni sovg'a qilmoqchiman. Qalay, yoqdimi? Nima deyishga ham hayronman. Avayla ehtiyot qil. Yuzingni yerga qaratmayman. Eleanorni dushmanlardan himoya qilaman. Chin dildanmi? Men seni hazillashyapti deb o'ylovdim. Hazillashayotganim yo'q, Armus.
Bizlar hech qachon aldamaydi. Mana bunga qara. Har bir temirchi ustani o'z uslubi bor. Taqadagi belgini ko'ryapsanmi? O'shanda Elinorni o'g'irlamoqchi bo'lgan kimsalarning otlarini taqasi ham xuddi shundan edi. Bu aniq esimda. Demak, o'g'rilar yo o'zimizdan yo xizmatkorlarimizdan. Qo'ysangchi. Xizmatkorlarimiz bizga sodiq. Kim ham oltinni yaxshi ko'rmaydi deysan. Bu ishning orqasida Elinor va otangga yovuzlik qilmoqchi bo'lgan badavlat juda yovuz odam borga o'xshaydi. Nima gap, Tildan? Soqchilar boshlig'ini amallab ko'ndirdik. Ertaga Elinor shu yerda bo'ladi. Yasha. Qoyil, Tildan. Bayramlarni yaxshi ko'raman. Juda hayajonlanib ketyapman. Tomas Grey. Raqsga tushib kutyapsanmi? Ser Tomas. Sizni ko'rganimdan xursandman. Endi bayramni boshlasak bo'laveradi. Tanishtirishga ijozat bering, Lady Brittany. Menimcha biz tanishmiz. Onamizning singlisi. Lord Hazelmer, ajoyib bayramni tashkil qilganingiz uchun tashakkur. Juda xursandman. Gapga chechan ekansan u. Ha, qoyillatding. O'zimni juda noqulay his qildim. Nima dedim? Mallens. Baron John Mallens. Ha, milord. Albatta. E'tiborli mehmonlarning hammasi yig'ildimi? Ha. Ha. Bu yilgi bayram o'ziga xos bo'lyapti, Lord Hazelmer. Nihoyat minnatdorman. Ajoyib kecha, Lord Hazelmer. Sizga bo'lgan hurmatimni ta'riflashga til ojiz. Raqsga tushamizmi? Keyinroq Tomas. Notanish odamlar juda ham ko'p. Taomlar ham. Ha, shubhasiz. Salom, go'zal Elinor. Men bilan raqs tushmaysizmi? Kechirasiz, sizni tanimayapman. Oldin niqobingizni yeching. Biz eski do'stmiz. Lekin afsuski eslolmadingiz. Ruxsat eting. Sizga yaxna ichimliklardan taklif etsam. Uni muvaffaqiyatlari meni hayratda qoldiradi. Siz Kimberlik Rojermisiz? Yo'q, yo'q. Nima qilyapsizlar? Qayerga olib ketyapsizlar? Qo'lingni tort, qo'yib bor. Tildan, nima uchun? Uni qo'yib yuboringlar. Ehtiyot bo'l.
Endi ritseringiz bo'lsam maylimi? Mayli. Faqat bugunchalik. Keyin boshqasini toparsan. Kelishdikmi? Ammo boshqasi sendan go'zalroq bo'lmaydi-da. Lukas, Seni bilmadim-u. Men hozirga qilib tushaman. Yur ketaylik. Meni afv eting, Melody. Xo'sh, Covington Crossdan mana buni olib kelishdi. ana u yerga qo'y. U javob kutyapti. Unga ruxsat ber. Bu qutichani hech qachon ochmayman. Ketaver. Xo'p, Melody. Bu nima? Devor. Qayoqqa? Qayiqda sayr qilgan. Oldin hech vaqtim bo'lmagandi. Sayr qilishni yaxshi ko'raman. Buni bilaman. Bir o'zing borasanmi? Bu sizga bog'liq. Menga? Men bilan sayr qilishga borasizmi? Oltinchi qism tugadi.